Assalomu alaykum, hurmatli arziydimi kanalimiz obunachilari. Sizlarga hozir Kuxunli mana shunaqa Detski, 2 tashkali mana shunaqa har xil modellarni narxlari bo'yicha tanishtiramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa oxirigacha kuzating. Narxlari bo'yicha arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketish, albatta esdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Asadullo aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Asadullo akam taniganlar bo'lsa ham kommentariyada yozib ketinglar. Akam o'zi YouTube tarmog'ida ancha faollar. A'zo bo'lish esdan chiqmasin. Ha, a'zo bo'lib qo'yishaman aka. Kanalingiz nomi nima o'zi? Asadullo Mebel. Asadullo Mebel degan ekanlar. Akani taniganlar bitta like bosib, kommentariyada fikrlarini qoldirib ketinglar. Hozir birinchi qilib a'zo beradilar. Chiroyli qilib qo'yamiz. Arzon narxga qo'yib beramiz. Xo'p. Xitoy shpaner, eni 1 metr, uzuni 2,5 metr, ikkita g'aladoni bor, tortmasi bor. 100% MDF dan. Narx 900 ming qilib beramiz obunachi. Narx 900 ming. Xo'p bo'ladi. Keyingilari. Kravatimiz ko'rsinlar. 2 kishilik. 2 kishilik kravat adini bu Ruminiyaniki, elegant degani taxtadan 100% yog'och. Eni 90, bo'yi 190 sm. Narxi 1,7 ming qilib beraylik obunachilarga. Jupa. Jupa ikkitasi. Bo'ldi. Keyingisi antikvarniy snenka. Antikvarniy. Importnimi yo'q? Bu yog'ochdan ishlangan. Uni hamma 5 metr joyga tushaveradi bemalol. Mana yerda shilkasi ham bor, qo'yib qo'yamiz. Mana shu ko'rinish turishi. Buni qulf kalitlari hamma ishlaydi. Keyin eshiklar taxta bo'ladi. Eshiklari ham taxta. Ana oshxona-moshg'ilari, hali zavazga o'sha mahalla chiqqan oshxona-moshg'ilni ko'tarsa chiqadi. Xuddi o'zing rossiyskiy eshiklarda oshxona-moshg'ilga o'xshaydi. Gap yo'q. Va holatlari zo'r, bir ayb nuqson joyi yo'q. 1 2 3 4 5 ga bo'linadi. Uylarga moslab qo'yib olinaveradi, joy tanlamaydi. 3,5 metrlik uyga ham tushaveradi, 4 metrlik uyga tushaveradi. Hali joy tanlamaydi. Xudo xolasa bu narsani olingandan keyin uyingiz ancha saramjon bo'ladi. Qarang, polka-yu, tevazli shkaflari ham hamma yo'q. Idish-tovoq deysizmi, kiyim-kechak deysizmi, bemalol xudo xolasa sig'ib ketaveradi. 5 metrli joyga tushadi deyaptilar. Narxi-chi aka buni? 4,3 ming qilib berib, vodiy bo'yicha dastavkasini ham qilib beraman. 4,3 ming so'mga vodiy bo'yicha dastavkasi bonus. Mashina o'ziniki, e'tibor qilib qo'yinglar, boshqa mebellarga dastavkasini ko'p mahal indamayman. Hozir ichida deb qo'ydilar. Gap so'z yo'q, mana mashinasini o'zi. Men har birini dastavkasi ichidaligini aytib o'taman. Ha, dastavkasi ichida bo'lsa, ichida, ha. Bo'ldi. Shunga ko'pchilik e'tibor qilish. Detskiyimiz. Farzandlarga pul sarflash kerak-da, asosiy, to'g'risi. Kelajagimiz shu farzandlarda. Gap yo'q aka. Bu Toshkentniki, MDFdan ishlangan. Zo'r xudo xolasa. Birinchisi taylari ochiladi. Kompyuterni stol, shkafchasi, shpaneri, ichi ham 60 sm bo'ladi. Ichi keng ekan. Faqat aybi bunaqa shilinib qolgan joylari bor. Buni ham rang tegizib qo'yamiz. Jo'natishlarni rang tegizib jo'natamiz. Qaysi polkali. Bu MDF bo'ladi. Tumbasi, ikkita tortmada, holati bo'lgan zo'r. Kravati, matrasi machalka bo'ladi. Eni 90 sm, bo'yi 90 sm. 2 metr. 92. Bemalol katta bo'lganda ham to'g'ri. Mana shu shkafda ham e'tibor qilib qo'yasizlar. Detski shkaflarda ko'p ichi chuqurligi kalta bo'ladi. Bu chuqurog'i bemalol katta odamlar ham kiyimi sig'adigan ekan. Detski bo'lib, endi ko'rinishi Detskiga tortyapti-yu, o'zim yuvib bemalol podraskoviy, bemalol katta bo'lganda ham ishlataveradigan narsa ekan. Kitoblar uchun, kiyimlar uchun mana shunday narsalar, bu tarafda ham kitoblar. Kompyuterniki va kompyuter prosessor turadi hozir. Bo'sh joy. Bo'ldi. Hammasini bir bonus qo'yib berib, 1,5 millionga vodiy bo'yicha dastur. Hammasi. Gap so'z yo'q. 1,5 million. Agar hozir mana shu yerda bitta narsa bo'lib qoldi, farzandlarimizga pul sarflash kerak deyildi. Kelajagimiz dedilar. Mana shu narsalarda o'zi alohida qilib yasattiraman siz. Puli bor odamga bilinmaydi. Puli bor odamga bu narsalar bilinmaydi. Masalan, qildirish, yangisini qildirib qilaveraman degan. Bu hozir 1,5 million so'mga to'g'risini aytganda, mana bunaqa bitta divan bo'lsa ham, boring maksimalni yaxshisini olaman siz 1,5 million. Bo'lmasa 700 ming so'mdan boshlanib ketadi, to'g'ri-yu. Yaxshisini olaman siz ham 1,5 million. Mana uni, mana bitta yaxshi divan oldim displey bu. Bitta yaxshi divan oldim deysiz-ku, mana bu narsalar sizga bonus bo'lib qolyapti. Bemalol o'sha o'g'lingizmi, qizingizmi xonasi saramjon bo'lib turadi mana shu narsalar bilan. Bitta narsa bor aka, mani yoshligimda narsa olib berishadigan bo'lsa, o'sha narsaga harakat qilaman. Men qanaqa 1-sentyabrdan o'qish boshlanadigan bo'lsa, maktabga borishga qiziqardim, yangi narsa olganim uchun. Mana shu narsani olinsa, masalan, farzandingiz necha nima deydi, pastroqda, passivroq bo'lsa, balkim aktiv bo'lib ketar mana shu narsa orqali.
to'g'risida Inshaalloh. sabab bo'lib qoladi-da. Bizning maqsadimiz xolis, xudo xolisi narxiga ham yarasha и foydali ham, manfaatli ham bo'ladi, xudo xolisi. Keyin Qiziqadi. ketashkaligini ham ko'ring. Ketashkali taxta yog'och. Ketash 100% yog'och, Aha. taylari 20 sm har bittasi bellamchiyi bor. Aha. Ikki bo'linadi, shopsini yechilsa bo'ldi. Shotsini yechib. Razmeri 1.90 ga 90 sm tashqaridan o'lchanganda. 1.90 ga 90 sm. 90 sm. Bo'ldi. Holat xudo xolasi zo'r, ayb nuqson joyi yo'q. Aha. 1 million 400 ming qilib beraman bunachilarga. Shuni 1 million 400 ming so'm beriladi. Gap so'z yo'q. Buni ham bitta narsani o'tib ketay. Men nimaga ko'proq yangi bilan taqqoslayman, chunki o'zim yangi mebel bilan shug'ullanaman. Bu narsani Instagramga o'zimiz qo'yganmiz. To'g'ri, bundan bir 10 sm katta, u ham sasna, mana shu ko'rinishda ularni 2 million 900 ming so'm qo'yganman. Boring bu narsani yangisini topsangiz ham 2,5 million so'm topasiz, undan arzon topmaysiz. To'g'risida endi. Mana bitta solishtirib ko'ring. Endi gap Bu Zavatskoy. Bu Zavatskoy. Bu Toshkentning Zavatskoy narsasi. Endi bu narsani masalan odamlarda ham o'zining fikri bor. Kommentariyada hamma xudo xolasa balkim har xil. bor, hatto arzoni bor deyishar, balkim yo'q deyishar, yaxshi deyishar. Kommentariyada o'sha arziydimi yo'qmi yozib ketishar xudo xolasa buni. Endi mana detskiy shkaf Yana bilan detskiy deyman. shkafcha kravatchasi. Adena ham beraveramiz. Alohida ham beraveramiz. Alohida ham beraveramiz. 4 eshiklik. 4 eshiklik. Chekkasi polkali, o'rtasi shilka, yana past polka. 3 ta tortmasi bor. 3 ta tortmasi bor. Kravati 2 metrga 80 sm. Aha. 2 ta tortmasi ham bor nari tarafida. 2 ta tortmasi. Buni? Ha. Mana bu tarafda bor ekan. 2 ta tortmasi bor. 2 ta tortmachasi bor ekan. Narxini 850 ming qilib beray kelasini. Ikkosi 850 ming so'm. Gap so'z yo'q. Ishxonacha puli bo'lyapti. Albatta arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketasizlar. Menga mana bu narsa qimmatroq ekan, bu narsa narxiga arziydi deb yozsalaring, keyin meni ham o'zimga masalan keyin bunday qarayman-da, haqiqatda mana shu shkaf arzonroq bo'lishi kerak ekan deyman. Aka, talash tortishaman. Bu narsa bo'lmasa ekan, mana bu narsa qimmatroq qo'yish kerak ekan, bu narsa arzonroq qo'yish kerak ekan deb aytiladi. Endi kuxunniga keladigan bo'lsak, kuxunni bo'ligimiz bor. Aha. Mana nay tarafi ham bir xil ochiladi. Ha, bu tarafda. Ayb nuqsoni yo'q-u, laminatida ayb nuqsoni yo'q. Majlisda dog'i bor mana. Ha, e'tibor qilibsizlar. Aslida dog'i bor xolos. Qolgan solinsa kerak baribir, solinsa ham. Bitta to'shakcha solinsa juda qulay ish bo'ladi. Yumshoqqina bo'ladi. Ikkita pufiga bilan 600 ming so'mga beraman. Bu 600 ming so'm. Razmeri necha aka buni? 1,5 metrga 120. 1,5 ga 120. 600 ming so'mga arziydimi, buni ham kommentariyada yozib ketinglar. Bu shfanerimiz sotildi. Keyingisi Gorka kamotimizga o'taylik. Bu Ruminiyaniki. Ruminiyaniki. Miraj deydi. Juda qimmat narsa bo'lgan bor. O'zi boshida ham buni puldor odamlar qo'ygan xolos. Kambag'al odam uyga qo'ya olmagan o'sha mahallada. Hali bitta domni pulida bunaqa naqalar servantlar bo'lgan. O'sha mahallada. Dadamlar olib sotishganda, bu narsani domni olishmagan mashinani sotib olishgan. 10 ming so'm bu bo'lgan, 10 ming so'm dom bo'lgan. Dom. Eshitganman, har qayerda bo'lgan narsalar, shu narsalar. Xudo xolasa holati udar turibdi. Bir ayb nuqsoni yo'q. Mana ichida tortmalarigacha turibdi. Xo'p, mana kamoti ham mashina ichida. Kamotini ham holati ideal. Endi tortmasi ham bor. Bu aka bunaqa narsada hozir men qarayapman, ko'ryapman. Endi qanchalik remont qilingan, qilinmagan bilmayman-ku, lekin shuncha xizmat qilgan bu narsa. Boring, men men aytaman 35-40 yil ustiga bu. 20 yil uzog'ini aytmoqchi edim o'zi. 40 yil. 35 yil xizmat qilgan, yana o'shancha kerak bo'lsa xizmat qilaveradigan narsa. Hali yangi mebel bilan bir xilda turibdi. Lekin nima qilishgan ular? Razmeri 283 metr hisoblaylik. Anaqa bo'lsa emasmi? Bunisi 1.10. 1.10 bu kichkinasi. Bo'yi 283 metr hisoblaylik deyaptilar. Xo'p. 3 metr. 2 million 200 ming so'm vodiy bo'yicha dastavkasini qilib bering. Mana shu bunisi bu kichkina bilan. Ikkalasini 2 million 200 ming so'm vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Arziydimi, uni bu ham kommentariy yozib keting. Keyingi joyga ham o'taylik, ada ham narsa ko'p. Unisini keyingi videoga qo'yib beraman aka. Bu o'zi ko'p bo'lib ketdi, ko'pchilikni vaqtini olmaylik degan nimada keyingiga qo'yaman, xudo xolasa. Obuna bo'lib kuzatayotganlar aka. O'tgan safar ham qo'ydim-da. Videoda orasiga aka vahima qilmasdan shunday $100 bonusli narsa qo'yib yubordim aka. Menda aka maqsad qanaqa? O'zim kuzatayotgan obunachilar oxirgacha ko'rishadi, masalan, qiziqishadi, har qanday kerak bo'ladi, oxirgacha ko'rsa, shu narsani sotib olsin. Bexosdan ko'rib, shu narsaga deb kirib, shu narsani olib yo'qolib ketmasin. Shunaqa narsa kerak. Ularni yana bitta qo'yib beraman. Bo'ladi. Xo'p, aka, mana bu narsa necha pulga sotildi? Shu narsa bo'yicha 900 mingga sotildi. Bu shkaf 900 ming so'mga sotilibdi. Bu Bolgariyaniki edi. Juda ideal toza holatda edi.
arziydimi yo'qmi buni ham kommentariyada yozib ketinglar. Buyurib nasib qilsa maza qilib ishlatishsin mana shunaqa narsalarni. Xudo xolasa mana shu videoda ko'rganlar, like bosganlar, masalan, kommentariy yozgan aytyapman. Obunachilarimiz to'g'risi meni o'zi ko'pchilik taniydi ham. Shular o'zi bilishadi ham. Unaqa noto'g'ri narsalarni qo'yib yubormayman. Yolg'on narsalar qo'ymayman. YouTube kanalimizga mana shu narsalarni qo'yish, mana shu narsalarni to'liqroq tushuntirish uchun YouTube kanal ochganmiz. Narxlari bo'yicha arziydimi yo'qmi kommentariyada albatta yozib ketish esdan chiqmasin. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu narsalardan olish nasib qilsin, bundan ham yaxshilardan olish nasib qilsin, xudo xolasa ko'rayotganlarga. Mana. Bunga ham qiziqdim, zo'r narsa ekan. Chiroyli Xudo narsa. xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Nomerlarini opisaniyada qoldirib qo'yaman. Nomerdagi YouTube'da video tagiga qo'ymayman aka. Nimaga desangiz, mana bu narsa sotilsa, bu narsa sotilib ketsa, 4 kundan keyin sotilib ketadigan narsalar hammasi. Sotilib ketgandan keyin videoda turaveradi, odamlar telefon qilib, sizni ham bezovta qilishadi. Ular telefon qilgandan keyin o'zi ham o'radi. yolg'on narsa ekan bu deydi. Bizga o'shancha tagiga sotildi uka, bo'ldi, o'chirib qo'yamiz desangiz, 5 kundir, 10 kundir, bo'lmasa kech paytgadir o'chirib qo'yaman. Obuna bo'lib qo'yib kuzatib borishingiz esdan chiqmasin, like bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Rahmat hammaga.